Bersapot. Anchadan beri shogirdingizman. Hech so'ramagan ekanman, nimaga ginekologiya sohasini tanlagansiz? O'zi ayam bilan erim aytgan ginekologiyani tanlagan. O'zi onkoginekolog bo'lmoqchi bo'lganman, chunki onkologiya kafedrasida yurganimizda, o'tdagi отделениеda yurganimda onkologlarimizni taktikasi, ularni krugozori, bilimlari, qilgan operatsiyalari juda ham yoqqan. Shu sohaga kirib ketayotganimda keyin bular qaytargan. O'zi mana ayol kishi ham oilani ushlab ketishi uchun, ham ishida balans bo'lishi uchun bunaqa og'ir kasb tanlamagan. O'zi vrachlik og'ir deyishgan. Keyin ginekologiyani tavsiya qilishgan. Hozir afsuslanmayman, ginekologiyaga kirganimdan keyin haqiqatan ginekologiyada oxirgi kasallingiz tuzaladi, farzandlar tug'iladi, juda ham dobri kasb. Boshqalarga ham tavsiya berasizmi? Vrach bo'ladigan qizlarimizga albatta tavsiya qilaman ginekolog bo'lishlarini. Sababi birinchidan oilangiz tinch bo'ladi, xotirjam bo'lasiz. Ikkinchidan atrofda ko'pchilikka, yaqinlaringizga yordam bera olasiz. Uchinchidan ginekologiyada hozir juda ham yaxshi, tez rivojlanishingiz mumkin, chunki yaxshi ustozlar juda ham ko'p.